35 ta olgan odamga bitta ot podarkasi. Otimiz necha yashar aka? 6 yashar aka. 6 yashar. Rasa tobiga kelgan otimiz. Aka bu qancha pulga bo'ldi shvetimiz? Hoji aka? 27 dan 6 tasi. 6 tani olindi mana 27 million so'mdan aka ukalar. Bu o'yinlarga ketib boramiz. Mana sheriklar aka ukalar arqon baylab qo'yilgan. Ochkalarga yetib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Biz bugun Andijon viloyati Shaharxon tumani Cho'ja chorva bozoridamiz. Hozir Cho'ja chorva bozorimizda ancha gavjumchilik akalar hafta kuniga seshanba 30-iyun sanasidamiz. Xudo xolasa bugungi 30-iyun sanasiga yosh ko'chat buqalar, novvoslar, xudo xolasa boqma buqalar. Inshaalloh keyingi videolarimizda esa akalar yosh ko'chat xunajin, bo'g'oz xunajin va sigirlar qatoridan videolar qilib ketamiz. Videolarimizni kuzatib turamiz oxirigacha. Like'larni bosib turamiz, o'tkazmasdan kuzatib turamiz. Akalar xudo xolasa sizlarga bozorimizdan narxlarni tanishtirib o'tishga, yoritib berishga harakat qilaman, mazmunli video qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa akalar bugun bozorimizda shunaqangi yosh ko'chatlar, chiroylilaridan chiqqan akalarimizdan narxlarini surishtirib ketamiz. Bilib o'tamiz. Demak, sizlar bittadan chiroyli like'larni bosib qo'ygan bo'lsanglar, biz ma'lumotlarni so'rashni boshladik. Videolarimizni kuzatib turamiz. Akalarimizdan ma'lumotlarni so'rab ketamiz. Xudo xolasa akalar ko'rib tursizlar. Mazza qilib boqadigan buqalar. Inshaalloh akalar 7-6 oylik atrofida buqalar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Buqalar chiroylilar ekan. Egasi kim? Bu akamiz. Ha, so'rab ketamiz. Assalomu alaykum. Egasi kim ekan buqalarda? Assalomu alaykum. Aka, sizdan novvoslar nechi bosh xudo xolasa? Olmayapti. Shu saradan bu yog'i. Yosh oyliklari qanaqadan buqalarimiz aka? Buqalar 14 milliondan boshlanadi. 14 million so'mdan boshlab 21 ga davr bor. 21 million so'mgacha xudo xolasa. Mana akalar, bo'ylari 1.10 plus taksi ham bor. 5 dan 1.10 gacha, 1.15 gacha ham bor akalar mana. 14 milliondan oxiri necha pul aka? 21 million. 21 million. O'rtada tafovut necha pulga chiqadi ko'proq? 15, 16, 17 shuna atrofida molimiz. 15, 16, 17 ning atrofida xudo xolasa mollar ko'p. Qayerda mollar aka? Qochkalarga ketdi. O'zingiz mana shu bozorlardan olingan buqalar. Xudo xolasa. Dastlabki xizmatlarimiz bu aka buqalarimizga. Dastlabkilarni kelishib qilib beramiz, xudo xolasa. Kerak bo'lsa aloqaga chiqish. Aloqaga chiqing. Telefon raqamlarini aytib ketamiz. 477 99 77. 94 477 99 77 raqamlarga aloqaga chiqib olaveramiz aka. Buqadan zarurat bo'lgan akalarimizga mana. Oyoq qo'li kelishgan, xudo xolasa. Jaydar mollardan boqaman degan akalarimiz zo'rlar. Yosh ko'chat ishqibozlariga akalar xudo xolasa bu yerda 20 bosh ekan akalarimizda. Akalar bo'ylari 1.5 dan 1.10 gacha, xudo xolasa yosh ko'chat. Buqalardan boqaman degan akalarimizga mana variantlari. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Andijon, Shahrixon, Cho'ja chorva bozoridamiz. Xo'p. Aka, bu yerda narxlar necha puldan boshlanadi buqalarimiz? 8dan, 17dan, 16 dan, ular 15 dan, 14, 13 dan kam. 13 dan. Asosan necha pul orasida ish bitadi? Ular aka shu o'tib beramiz. 500 ming, 1 million kas. 500 ming 1 million o'tib beriladi, xudo xolasa aytilgan narxlarda. Dastavkalari-chi? Kelishamiz aka. Aha. Qonlarimiz nimalariga javob beramiz aka? Sog'ligiga javob beramiz aka. Issiqlashiga javob bermaymiz. Yeb ichishi, sog'lik salomatchiligi, xudo xolasa ko'rchiloqligi hammasiga javob beriladi. Qanchagacha so'roq savoli bor aka mollarda? 1 hafta aka. 1 hafta so'roq savoli bor. Dastavkalarimiz Kelishamiz. kelishamiz. Qayergacha kelishamiz aka dastavkasini? Qaygacha bo'ladi? Vodiy bo'yicha qilib beriladi. Akalar orqa ketib baland bo'lsa oq tumshularidan ham bor ekan, oq quloq tumshularidan akalar. So'ragan akalarimiz Jaydar barodalaridan, xudo xolasa aka, qanday gibridchalardan ham orqada bor ekan. Xo'p. Aka, bularning ichidan 5 ta tanlab olaman deganiga qanday kelishamiz aka? Narx shu aka 15 dan 16 dan deyapmiz. Kelishaveramiz. Donasiga o'ziga qarab kelishaveramiz. Tanlab olishi boshqasiga farqi yo'q. Farqi yo'q aka, kelishaveramiz. Manzillar qayerda aka? Chinobod aka. Chinobod, Andijon Chinobodda, Baliqchi tumani.
Gap yo'q. Onlayn savdolarimiz bormi? Bor aka. Aytib keting raqamlar. 93 261 15 10. 93 261 15 10 raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Xudo xolasa shunaqangi buzoqchalardan, jaydarilardan keladigan aka-ukalarimizga mana variantlar aka-ukalar. Mana aka-ukalar xudo xolasa bozorimizda jaydaridan, olaparodasidan, xudo xolasa shvetidan so'raganlarga 17 bosh akalarimizda aka-ukalar orqa ketib oladi. Pachkalaridan aka-ukalar, olaparodalarini ham ko'rib turibmiz. Har xil parodalaridan ham xudo xolasa mana shvetlaridan, oq quloq, oq tumshuq, Qirg'iziston shvetlaridan so'raganlarga ham variantlar, xudo xolasa to'lovlari ham kelib qolgan aka-ukalar. Bo'ylari 1.10 dan 1.15-20 gacha aka-ukalar, xudo xolasa. Yosh oliylariga keladigan bo'lsak, 6 oylikdan 1 yashargacha xudo xolasa buqalarimiz. Hamma soni bo'lib nechta aka bu yerda? 18 ta. 18 dona. Xudo xolasa bularda dastavkalari qanday kelishamiz aka? Vodiy bo'ylab tekin yo'g'iga kelishamiz-da. Vodiy bo'ylab tekin, xudo xolasa kelisha oladigan joyi. Mana aka-ukalar, sifatlarga oldilarini ham ko'rsatib o'taman aka-ukalar. Inshaalloh hammasi sog'lik salomatligini ta'kidlab turibdi. Aka, buqalarimiz nimalariga javob beramiz? Ichmoqga javob beramiz aka. Yemoq-ichmoqga xudo xolasa javob beriladi. Havodan yuqiladigan kasalliklarga javob berilmaydi. Buni oxiridagi molni ham uzunligini qarang aka. Chiqib turibdi orqaga xudo xolasa. Xo'p, narxlari necha puldan boshlanib, necha pulgacha aka bu yerda? 21 milliondan 13 milliongacha mol bor. 21 milliondan 13 milliongacha bor. Asosan necha pulning o'rtasida ish bitadi aka? 15 16. 15, 16, 17 ning o'rtasida ish bitadi. Dastavkalarini xudo xolasa qilib beramiz dedik. Inshaalloh aka-ukalar aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Onlayn savdolarimiz bor. Aytib keting nomerlar. 33lik 157. 33lik 157 45 40. 45 40 raqamlariga akamizga bog'lab aloqaga chiqasiz. Ismingiz nima aka? Ilhomjon. Ilhomjon. Bemalol. Aka, xudo xolasa mana bozorimizda Namangan Kosonsoydagi kelgan akalarimiz. Xudo xolasa oq quloq tumshuqlaridan, gibridlaridan xudo xolasa so'ragan aka-ukalarimizga ham bor ekan mana. Inshaalloh aka-ukalar ma'lumotlarni berib, obzorlarni qilib o'tib ketamiz. Shokir aka o'ptimchi deb qo'yishar ekan akani mana. Necha bosh Shokirjon aka? Hozircha 30 ta. 30 dona xudo xolasa. Oxirigacha o'zingizdan ekanda aka. Oxirigacha o'zimdan. Xo'p. Ustozim bo'ladi mana. Ustoz. Ustoz. Mana ustozim. Ustozi bilan birgalikda. Xudo xolasa bu yerda aka-ukalar boshlanishi xudo xolasa 9 oydan 1.5 yashargacha buqalarimiz bor. Inshaalloh oq quloq, oq tumshug'idan, olaparodalardan so'raganiga, qop-qorasidan so'raganlarga, hammasidan bor. Dinachi sizlarga boridan so'raganlarga mana xudo xolasa hamma turidan. Buqalarimizni nimalariga javob beramiz aka? Yeb ichishi, sog'ligi, germatit, yashiriga ham javob beramiz. Aha. Ishmo kasaliga ham javob beramiz. Hammasiga javob. Xudo xolasa hammasiga javob. Aka, bularda dastavkalarni so'raydigan bo'lsak, Dastavkalarni O'zbekistonda hamma viloyatlarga yetkazib beramiz. hamma viloyatiga yetkazib beramiz. Kelishgan holda. Yo'lkalarni kelishgan bo'lsa, ha. Endi Andijondan, Namangandan, Farg'onadan bo'lsa, qanday kelishgan? Tekinga. Dastavkalar tekinga mana aka-ukalar. Xudo xolasa bo'ylarini ham hammasini hozir ko'rsatib o'tib ketaman aka-ukalar. 5 plus, 10 pluslar bor, 15. Mana orqa ketlarini hammasini. Xulosa yelkalari ham kengidan aka-ukalar xudo xolasa. Izlagan aka-ukalarimizga har biriga buqa yetkazib berishim kerak uni. Aka, Qirg'iziston shvetsiyalaridan. Ashidan 1 million qilib qolyapti. Mana yerda ham savdosi qattiq ketyapti. Hozir savdolarni ham olib ketamiz, narxlarini so'rab ketamiz. Aka, Shokirjon aka, bu yerda necha puldan boshlanadi asosiy narxlar aka? bizda asosiysi 14 milliondan 14 milliondan 16 gacha. 16 gacha. 16 million. Necha pul o'rtasida ish bitadi? Optimaga olganga necha puldan ketadi? Kelishtirib beramiz. Xayriga o'tib beramiz. Aka 5 ta olgan ham optimaga kiradi, xudo xolasa. Endi 5 ta mahnaqalarda olsa 5 ta o'zingiz tanlab bersiz. Necha puldan berasiz? 13 dan beraveramiz. 13 dan beraverasiz. 5 ta o'zim tanlab olaman, ichidan chiqarib olaman degan akalarimizgachi. 15 dan tanlab olamiz. 15 million so'm tanlab olasiz. Ana akalar. Xudo xolasa sifatlariga, nasllariga e'tibor berasiz. Xudo xolasa aka mana. Imini mana shulardan tanlab olaman mana. Degan aka-ukalarimizgachi. Ularga aka, ularga ham o'tib beramiz. Xayri. Ularga ham kamal bor. Aka-ukalar xudo xolasa kichkina mollar emas ekan, uzun mollar. Orqa ketyapti, kelishgan mollar. Hop, dastavka xizmatlarini aytdik, onlayn savdolarimiz bor xudo xolasa. Aka-ukalar mana.
Onlayn savdomiz uchun nomerni aytib keting aka. 95 95 kodi bilan. 147 147 1287 1387 1287 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanasizlar aka ukalar. Bu qadar zarurat bo'lgan aka ukalarimizga mana variantlar. Qaysiga bo'ldi Hoji tog'a? Mana shunisi bilan oxirida ikkitasi. Hech pulga bitta savdosi? Ha, mana Muqimjondan. Hech pulga bitta aka? 51 million so'mga 3 tasi. Muqim aka, tanishim. 3 million sizdan olaman. Aka ukalar, qochalardan ehtiyoji bor aka ukalarimiz shunaqangi aka ukalar to'qol variantlari, shvedlarda, yaylovlarda xudo xolasa o't bo'zaylar aka ukalar shunaqa targ'illari ham ichida bor ekan, Eston paradasiga yaqinlarida mana aka ukalar. Gibridchalarida 18 bosh. Xudo xolasa so'raganlarga mana targ'il parodan bilganlar biladi. Bittadan layklarni bosib turadi aka ukalar. Xudo xolasa Qirg'iziston tamg'alari va Qirg'iziston buqalari ham bor ekan ichida mana. Akalarimizdan to'liq ma'lumotlarni so'ragan aka ukalarimizga Qo'rqa ketdi balat aka ukalar xudo xolasa. Hali beri yemga kirmagan o't yeb turgan bo'zaylar. Shvedlaridan so'raganlarga shvedlaridan ham aka uka. Qirg'iziston shvedlarini ham ko'rsatib o'tdim. Xudo xolasa aka ukalar bo'ylari 1.5 dan 1.20 gacha, 1.25 gacha buqalar bor. 18 bosh. Aka ukalar xudo xolasa u aytadi-yu, quyosh nuri tushib turgan barcha joyda ko'ryapsizmi deganiga bu yoqqa qarab ketavergan ekan aka ukalar. Xo'p. Aka, bu yerda buqalarimiz nech puldan boshlanadi narxlari? 17 dan 25 deyapmiz. 17 million so'mdan 25 million so'mgacha. Kami bor. Aka, bu yerda asosan nech puldan ish bitadi? 15,5 dan aka 23,5 gacha. 15,5 dan 23,5 gacha xudo xolasa ish bitadi. O'zi tanlab olaman degan aka ukalarimizgachi? Eng kattasi 23,5 million. Eng kattasi 23,5 million. Qo'yiq suyug'iga Qo'yiq suyug'iga 21 million. 21 million so'mdan ketaveradigan joy. Dastavkalari? Bor qilib beramiz aka. Dastavkalari xudo xolasa qilib beriladi. Yeb ichishlari sog'lik salomatchiligiga Sinov oladi. bir hafta sinovlari bor. Gap yo'q. Aka ukalar, ekranda raqamlar aytib o'tamiz. Raqamlaringizni aytib o'tib ketsangiz aka. 93lik. 93lik. 416 27 07. 416 27 07. 07 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz aka. Qo'ng qiling. E'tibor bering sifatlariga. Qirg'iziston shvedlarini bilganlar biladi. Bittadan layklar bosib qo'yamiz aka ukalar. Mana tamg'alar. Gibrid ekanda u jonivorcha, peshonasi oq qashqalari bilan turibdi. Mana. Jo'ni sog'ing. Aka ukalar, ekranda aytib o'tgan raqamlarimizga aloqaga chiqib bog'lanaveramiz. Xudo xolasa, yoqqaniga screenshot qilib raqamlariga, Telegram manzillariga rasmlarini tashlab turib aloqaga chiqaveramiz aka ukalar. Aka ukalar, xudo xolasa olib borib boqaman, men boshlayman yemlashni degan aka ukalarimizga mana Semental Greenford aralash aka ukalar xudo xolasa mana bu joydamiz. Bozorlarimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Cho'cha chorva bozorida aka ukalar 25 bosh qiziqqan aka ukalarimizga. Greenfordlar. Aka 35 ta olganga bitta ot bor aka beramiz. 25 tami berdi, 35 tami aka? Yo'q, bor. Yana undan tashqari bor fermada. Undan tashqari fermada bor. Aka ukalar, qiziq joyi xudo xolasa bitta otni bekarga beramiz. 35 ta olganga bitta ot bekarga. Fermamiz qayerda aka? Andijonda aka, shahar Bo'ston. Andijon shahar Bo'ston. Bo'ston G'ishxona. Muhiddin ustoz chiqarayotgan emasmi? Mana aka ukalar, Muhiddin ustozni klientlari xudo xolasa bozorda ham ko'rishib oldik. Bizning kanalga ham yoritib ketamiz, gap yo'q. Aka ukalar 35 ta olgan odamga bitta ot podarkasi. Otimiz necha yashar aka? 6 yashar aka. 6 yashar. Rasa tobiga kelgan otimiz. Gap yo'q. Subayda savdosi ham ketyapti. Hech pulga nechtasi bitta aka? 32 ming. Qaysi biri bo'ldi? Mana shunisi. Berman aka. Men Greenford aralash, xudo xolasa, Smashing qonlaridan aka ukalar. Xo'p, aka bu yerda narxlar nech puldan boshlanadi, nech pulgacha? Aka 38 milliondan 24 millionga davr chiqadi aka. 38 million so'mdan 24 million so'mgacha narxlar chiqadi. Bitta ko'rsatib kelay, keyin qolganlarimiz ma'lumotlarni so'rab ketaman aka ukalar. Mana orqa ketlarini degan aka ukalarimizga orqa ketlarini videolarni ko'rsatib ketaman aka ukalar xudo xolasa, pachka, 4 son narsalar. Olib borib boqaman deganlarga aka ukalar juda zo'r variant, baquvga tashlayman deganlarga aka ukalar
inshaalloh. Sherali. Yo Sherali. Hozirda pulni olib kelaman. Bo'ldi aka. Hozir paltarashga yo'q yemlashga tayyorlaridan so'ragan aka-ukalamizga. Bittadan chiroyli layklarni bosib turasizlar. Qolgan ma'lumotlarni so'rab ketaman aka-ukalar. Xudo xolasa kimga bu qadar zaruratchilik bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Xo'p. Aka dastavkalarni qanday kelishamiz bularni? Dastavka aka. Bo'ldi O'zbekiston bo'ylab bizdan aka dastavkasi. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastavka sizlardan. Nechta olganga? O'zbekiston bo'ylab. Bitta olganga ham bor. Bitta olganga ham dastavkasi bor, xudo xolasa. Aka-ukalar aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Telefon raqamlarini aytib keting. 87lik 194 194 40 40 raqamlarga aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz aka-ukalar, xudo xolasa. Mana fermalarga yoki boquvga olib qo'yaman degan aka-ukalamizga o'ta zo'r variantlari. Aka, bu qancha pulga bo'ldi shvetimiz? Hoji aka? 27 dan 6tasi. 6 dona olindi mana 27 million so'mdan aka-ukalar. Bu o'yinlarga ketib boramiz. Mana sheriklar aka-ukalar arqon baylab qo'yilgan. Ochkalarga yetib boramiz. Aka-ukalar, novvoslar, buqalar qatoridagi videolarimizni shu yerda tamomlaymiz. Keyingi videolarimizda yosh xunajin, bo'g'oz xunajinlar qatoridan, sigirlar qatoridan videolarimiz qilamiz. Bittadan chiroyli layklarni bosib qo'yib, esdan chiqmasin aka-ukalar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar.